Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar, Biogomuz Toshkent kanalimiz a'zolari. Mana bahor faslida ishlarni yana boshlab oldik. Hozirgi kunda har xil turdagi gullar, ko'chatlar ekilyapti. Mevali daraxtlar hamda gazonlar. O'shalarga hozir biogomuzlar yetkazib bermoqdamiz. Xudo xolisa Qibray tumani hokimiyatining o'ziga 1,5 tonna biogomuz qoplik hamda 100 kilo atrofida upakovkali biogomuzlarimizni dastlab qilmoqdamiz. Har xil hajmdagini olishlaringiz mumkin. Mana upakovkalardan 10 kilo, 2 kilo, 5 kilo har xil turdagilari bor. 0,5 razmerda o'tgan. Juda ham sifatli. 1 yil davomida chuvalchanlarimiz buni qayta ishlagan. Mana hozir dastlabki qilish jarayonidamiz. Mana yana zagotovka ishlari ketmoqda. 25 kilolik, 10 kilolik, 5 kilolik atrofdagi biogomuzlarimiz. Mana bu 0,5 razmerda o'tgan biogomuzlarimiz juda ham sifatli, mayin, qop-qora. 1 yil davomida qayta ishlangan biogomuzlar. Kimga mana shunaqa sifatli biogomuz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Toshkent viloyati, Toshkent shaharlar bo'yicha dastlabkalarimiz mutlaqo tekin.